tomoshabin mehmonlar. Mana bu ishimiz sizlarga chaqimchilar ustida shikoyat qilmoqchimiz. Shundoq, hozir jamiyatimizda chaqimchilik illatlari saqlanib kelmoqda. Chaqimchilik illatlari yolg'iz ayollarda bo'lib qolmasin, balkim bir qism erlarda mavjud. Shundoq, chaqimchilar o'zgarishgan xarakterga ega bo'lib, ular yolg'onchilikni dastak yoki qurol qiladi. Ular ijtimoiy aloqalarda har xil nayranvozlik shakllarini usullik bilan qo'rashtirib, chaqimchilik meteoriklar bilan toshib ketgan yili-mekir xaltlarini kengri kiyib, ko'klayotgan ziddiyat bixlariga qizg'in urush maydoni hozirlab beradi. Chaqimchilik zidlashtirish psixikasiga ega. Nima? Chaqimchilar tuxumda tukundirar ekan. Shundoq, ular oqni qorga, qorni oqqa, bani yo'q chiqarib, tugmadak ishni to'gidak qilib ko'rsalaydi. Terikni o'likka, o'likni terikka aylantira ekan. Hatto ziddiyatning rangdor urug'larini chechib, ommani boshliqni ommaga o'ch qilib etaydi. Dotariya, cho'ng-cho'ng janoblari. Ha, nima gap? İdarning ichi o'ngday, to'ngday bo'lib ketdi. Ishdan cho'ng chatoq chiqdi. Nima? O't apti yuz bermaganda? Yo'q. O'lam yetim ishlarga bormaganda? Yo'q. Anasi nima bo'ldi? O'pganni to'xtatib so'zla. So'zlamdim. Ma'qul so'zla. Qosim bolasi doktorxonaga opirman deb 56 minut 30 kuni 9 daqiqa ishni yo'qib ketdi. Shunchalik ishmetdi. Men tehi osmon o'ngtirilib tushdimi ekan debdiman. Yana ba jon. Ha, so'zla. Sizlar noimiz bo'yicha hammaga tanishdik. O'g'im bir cho'ng-cho'ng tusida. Sizlardan cho'ng saqalga idoradagi qaltoq saqal tuhmat bo'lyapti. Tuhmat? Oy, kim o? Kim bo'ladi? Yiliqi guruh boshlig'i Ahmet. Ahmet yaxshi bo'ladi-ku. Undaq demagan do'st. Machanjoning ishonmagunni ovozini unalg'iga rasmini sinalg'iga olib qo'ygan bo'lsam bo'ladi. Azadin nima dedi? Nima deydi? Aytgan shundoq qarsam Ahmet Munak Temesova qatorliq 4-5 bir yerga kelib, "Sizlarni ashu nafsi bek yomon bek yeydi" deydi. Yeydi? Nimani? Parni. Qorni? Nimani yeydi? Yo'q, ham. Parni deydi. Qorni? To'xtatdi. Oy, yaxshilikni bilmaydigan Ahmet. Amajmo. Shundoq. Undaq terik taplarni idoradan darhol haydash kerak. Mana shundaq chaqimchilarning so'ziga ko'p sondagi rahbarlar ishonmasimi, qisman sondagi rahbariy xodimlar ishinib ketib, ammaga ishonmas bo'lib qoldi. Ular nemishqa bika-bikadan chiqimchilik qilishgan. Ular shu boshqalarni yiqitib, mansabning mushunchilik uvoqlarini tamom qilish kerak. Mana shundaq chiqimchiliklar tufaylidan hatto ba'zi erlar ayollar erlardan ayrilishdi. Undaqda mush gaping rasosi menga bir tipik misol elib so'zlab bersan qandoq? Bo'ladi. Ma'lum bir chiqimchining tufaylidan ma'lum bir inoq oila vayron bo'lishdi. Qanamsa? Aslan Franken. Zıgılma. Ondan tolla. Bu yoqqa qadamlar yetib qopti. Ha. May yuqoqi maldin to'rt tarafdan bog'iq kelib qoptikan. Xudoxon hojimning ayoli Hurzoda xonimninkiga choyga mang'ach o'zlari bilan labbida ko'rish chiqayda kirib edi. Obdan bo'pti. Qani oltasa? Hech qalla. Uzun bo'ldi ko'rinmaylar. Nimish qilyaptilar? Voy, nimish qilyaptin? Ishlaring baq aldirash bo'lib ketib qoldi. Shu o'zlarining g'amini yeb. Mening g'amimni? Ha? Mening nima g'amim bo'lgadak? Ko'nglim xotirjam. Turmushim bayashib o'tayotmamdi. Menda nada g'am bo'lsin? Voy, maxinimni. Voy, xinim. Seni o'z vaqtida kishini mahliya qiladigan, kim vaqti to'xtig'idek, tomochiqdek, latofetli qiz edilar. Ha? Mana endi egi tegib to'tkin bo'la bo'lmay, ma peshallarga qo'riq tushib, ko'zlari o'ltirishib, usqonlari bir qitim jiptak, qo'fqatdi jiptak.
Bilsen bilmesem şu Əlir Əkbərcanның dədi o haqacan. Vay nimesini deyla. Ekbercan öyle işlerini rettik orlaştırıp könglimni izlavatıdı o. Nerede onun gibi bolsun? Oy xinem. Sile Əlir Əkbərcanның hiylik munda işini bilmeydiğe oxşamamla. Vay kaysı işini deyla. O yeni qayışını deyla davatılığı. Bilmegen bolsu boldu sözlemey. Men siligi moyim ahbarat karakterlik getni dep birimen dep. O mimandarçılıkka nesibemdin kuruk kanmay men mangay. Vay canım açı toxtusa. Sadı kaysı gepni deyla. Hiç düşünemedim etmese. Ay xinem sözlesen get dola. Emile iştin eğiz açay. Aş bir günü köz bağlanğan vaqtda beşi yalan baştak bir jigit bilen modi kiyim kiyini vağa bir kız muşunda mandı kamisa munda ha muşunda kitip amanda közümnün balaxanasını yo anne şunda qarasam asılın Amerikan ha oy nada ana o konyol tepsiga donaycıdın tüyde Vay daha da onun neymiş kakasırısı. Vay nemiş kılacak de aşı donaycıdı digenge da yönünden Eğiz garmını çelişip yaşlattın su oynayışı atıdı yeni tekma kolunu miyegi attı miyegi saptı hani kolları bana kılar yakın keslemse o ne taşlap geldiniz Huy bala huy bala. anlısı meyli o hatan Sizi bare. Men bu resvaçılıkı çiğneyemay. Yüzümni gaz yağlıkım bile yaptım da kendimge yandım. İşenmisle o yoldan ötkenle guvahinem. O çok sade kimken? Oy kim bulut de heyletanımın. Ay xinem. Demey sila soğumuğan bolsun ben demigen bolayım yolan ketip olay. Günahlı koysun. Vay canım açı toxtusa. O çok sade kimken etmese. Ay ufkam. Sila yaş. Nadan. Endi men muşu gapni aldırap dep qo'yap, ishqilning baxtlik oilasi vayron bo'lib, shirin muhabbatingligi ta'sir etmasin deyman ha. Oy isim kurusun. Az olsa mı bözlükle mendil siligi namını kılay. Lazım emesi. Eşkallah. Xinem. Cinkene, cinken. Aca. O çok zade kimken etmese. Vay xinem. Getnin poskallıska endi geldik. Kim bulup di? Ma çaşları büdüre, belleri ügüre, levleri günçide, işleri ünçide, yüzleri de ak, közleri de lak. Özü kilişke yığıncak. He var, boyusuldu sen yığızrak, yüzü kılın tutacak. Vay zade kim? Saç edem diyen koca. Vay şirkim, vay şirkim. Vay endi bildim. Vay neymiş konda keçkelesiz desem. Heritsiz vatı ben davat istedim. Ay, şu muhabbetlişka ornan xəyitsiz sizitken xine. Oldu. Bu dünyada ya o yaşaydı ya ben. Yaxşı. Men endi ulanın idaresi gibi git. Subhan tavus de bir resva ette ya. Van bergini uçur ve saydıran olsam Adem balısı bomba kete. Yaxşı. Gayretinge. Oldu. Ah bu iş kişi bunu mu? Özgü taşlatırım. Ekber'din xetimini alımen. Anamın ayısını ketine. Belli. Ağızlarına bebellik navat xinem. Oy xinem. Muşu gapni haq meni dedi demesle maqul ma. Men siligi işimni ağır dep şu dep saldım. Yok özüm kördüm deymin. Ha, ma gapları duruz xanim. Ondak eski örlegi. Da çaktı şammaslamaca. Sildek sayıp Cemal güzel xanimga lap çapçıp qalgan. Ne jigitlercik. İsit. Ata-anam koymasına oğlum. Gitken. Gel şu xanim sile. İşki falanlar. Eller bakın işte bana. Aldaklarım kalmayacak. Yemeği desem şu kıllan koymadı şu aynı.
Mana, maqsadimga endi yetdim. Mushuningga o'xshash yosh er-xotinlar ashu inoq o'tadigan bo'lsa, men ichimdigan gaz, vash pash qilib ichib, o'zimni bosamay qolaman. Xo'p bo'ldi. Tugi ko'rdingmi, ko'rmikan? Qo'zi ko'rdingmi yo'q? Mendan saqit. Menga-chu, mushulan bo'lsa bo'ldi. Mana shunday qadar chaqimchilarning so'ziga ishinib ketib, yeliqi ayol bir obdan erdan ajrashib, ikki bolasini yetim qildi. Nima degan ichinishli oqibat bu? Shundoq, chaqimchilik dunyodagi eng razillik paskashlikning biri. Ularning xususiyati kimdan tashlab pasi qavashdan to'xtaydigan lalmi itqila o'xshaydi. Shundoq, qadrli tomoshabinlar, biz jamiyatimizdagi ana shundoq bir qism chiqimchilardan ibrat olib, birimizga chiqib, yomon oqibatlarni keltirib chiqaradigan. G'urur va vijdonni manfaatga sotadigan, esil axloqni nobud qiladigan qiliqlarni qilmay, tez ittifoq bo'lgan muhitni qadrlaydi. Qisqasi, chaqimchilik nomus.